Assalomu alaykum. Yaqinda bo'lib o'tgan Prezident maktabini sinov testlarimizning ingliz tilisini tahlil qilib chiqamiz. Birinchi savol. Uh, Demak, library closing in 15 minutes. 15 minutda yopiladi. Demak, kutubxonamiz. Please return all books to the shelves. Hamma kitob javonlarini qaytaring degan. Demak, javoblarga ko'radan olsak, library is closed. Bugun yopiq degan e'lon emas, chunki hamma ichonda o'tiribdi. Ikkinchisi, you have 15 minutes left in the library. 15 daqiqa qoldi degan javobimiz to'g'ri. Kitob sotib olish degan narsa berilmagan. The library is opening soon. Demak, bu teskari bo'ladi, ya'ni yopilayotgan javobimiz bu. Keyingi notice boardimiz danger degan, demak xavf-xatar deb ogohlantirish bar turibdi. Deep water, suv chuqur. No lifeguard on duty. Xizmatda qutqaruvchi yo'q degan, ya'ni bu yerda xizmatda qutqaruvchi mavjud emas degan ma'noni bar turibdi. It's safe to swim here. Bu yerda suzish xavfsiz, bu demak teskarisi bo'ladi. You can swim only with a lifeguard. Lifeguard bilan qutqaruvchi bilan suzing deb turibdi. Buning narsa aytilmagan. Swim here could be dangerous. Bu yerda suzish xavfli bo'lishi mumkin degansa javobimiz to'g'ri. The water is very cold. Sovuqlik haqida bizda ma'lumot yo'q. Keyingisi attention, diqqat qiling. Kuchukni rasmi qo'yilgan. Dogs must be kept on a lead. Ya'ni itlarni yetaklab yurilishi kerak deb turibdi. Ya'ni o'zini yolg'iz qoldirilmasligi kerak degan. Keyin bir qiziq narsa qo'yilgan. Demak, dogs can run freely. Javobimiz ular bemalol erkinlikda yugurib yurishi mumkin degan javob xato. Dogs aren't allowed here. Bu yerda umuman itlarni qo'yish mumkin emas degan javobimiz ham xato, chunki itlarni taqiqlash emas maqsad, ularni yoningizda olib yuring, yetaklab yuring degan gap yozilgan. Shuning uchun bu javobimiz ham xato. Dogs might be kept in the cage. Cage deganimiz qafas. Bu lug'at boyligidan sanaladi. Bu ham xato. Dogs should be on a leash. Leash deganimiz ana bu yerda aytib o'tilgan, ya'ni itlarni baylab qo'yadigan bog'ichlar leash deb aytiladi. Yetaklab yuradigan, shu javobimiz to'g'ri. To'rtinchi savol. Your ticket is not valid for this journey. Sizni biletingiz bu safar uchun valid emas, ya'ni nima deydi, o'tmaydi degan ma'noda ishlatilgan. Bu qayerda olinyapti? Bu at the train station degan javobimiz to'g'ri. Kinoda emas, chunki kinoda safar bo'lmaydi. Kutubxonada emas, yoki the beach. Beach deganimiz bu sohilda emas. Demak, pizza haqidagi e'lon. Today's special buy one pizza, get one free. Offer valid until 5 p.m. Demak, bir dona pizza olasiz, ikkinchisi qo'shib beriladi, faqat soat 5 ga, ya'ni kechqurungi 5 gacha bu taklifimiz o'rinli deb turibdi. Ketdik. Pizzas are a half price today. Yorim narxda turibdi degani xatoligini sababi, demak, bir pizzani to'liq narxida sotib olish kerak, keyin ikkinchisini beradilar. Ya'ni birinchi pizzani yorim narxini ola olmaysiz. Shuning uchun bu half price degan javob noto'g'ri. You can get two pizzas for the price of one. Demak, bir pizzani narxini ikkita pizza sotib olishingiz mumkin degan javobimiz. Hozircha shu javobimiz to'g'ri. You must buy two pizzas. Bu majburiyat yuklayapti. Siz ikki dona pizza sotib olishingiz shart deb turibdi. Bu xato. Bu yerda offer taklif berilyapti, majburlayotgani yo'q. The offer is available till the night. Yarim tungacha bu o'zini, ya'ni taklifimiz yarim tungacha davom etadi degan xato, chunki bu 5 pm gacha davom etadi. Demak, bu javobimiz to'g'ri. Oltinchi savol, bu lug'at boyligini tekshirish uchun. This is a long passage under the ground. Yer tagidagi uzun o'tish yo'lagi, often for cars and trains to go through. Ichidan o'tib ketiladi degan javobimiz tunnel degan javob bo'ladi. Boshqa javoblarimiz noto'g'ri. This is round, bu dumaloq, and helps cars and bicycles move. Demak, transportlari harakatlanishini yordam beradigan dumaloq narsa no. Table, chair emas, an engine emas. Engine bu motor. Motorning shakli ham boshqacha bo'ladi. A wheel degan javob to'g'ri. Bu demak, g'ildirak. You wear it on your head when you ride a bike or motorbike. Demak, javobimiz helmet bo'ladi. Demak, siz velosiped bilan haydayotganingizda uni kallangizga taqib olishingiz kerak. Helmet degan javob to'g'ri. Helmet bu kaska. Things that we throw away. Bizda atib beradigan, tashiydigan narsalar, demak, non, suv emas, kitoblar emas, balkim garbage, ya'ni musor degani. Ketdik. This is a place where you can go to
read or borrow books. Bu shunaqa joyki siz kitob o'qishingiz yoki vaqtincha olib turishingiz mumkin. Bu albatta library. Demak, bu yerda o'zaro suhbat, social interactions, ya'ni ijtimoiy suhbatlardan javoblar tanlaymiz. How was your weekend? Haftang qanaqa o'tdi degani. It will be sunny. Bu kelajak haqida, demak xato. I did my homework. Bu turib turadi. It was great, thanks. Bu mana bu gapga munosabat juda yaxshi o'tdi, rahmat degan munosabatimiz to'g'ri javob. It must be fine. Bu yaxshi bo'lsa kerak degan xato munosabat turibdi. Keyingisi I'm really tired today. Bugun men juda charchaganman. You should go to bed early. Yaxshi javob. Mana shu javob bo'lishi kerak. Keyingisi that is fine. Charchagan odamga ha bu yaxshi deb javob beramiz. Bu noodoblik bo'lar edi. Why not degan birikma nega yo'q degan takliflar uchun ishlatiladi. Masalan, parkka boramizmi desa why not? Nimaga yo'q degan variant bo'ladi. You are right. Ha, sen haqsan degandan ko'ra biza sen bo'lmasam ertaroq dam olishing kerak degan javobni belgilaganimiz ma'qul. 13-chi savol. I hope we can meet again soon. Umid qilamanki biza yana ko'rishamiz tez orada degan jumlaga qanaqa javob berishiga. That's a good idea. Bu juda yaxshi fikr. Bu endi nechun yaxshi fikr degan javobimiz unchalik ma'qul emas, chunki bu yerda taklif bo'lganda, masalan, shaxmat o'ynaymizmi deganda yaxshi fikr desak to'g'riroq bo'lar edi. Bu xayrlashish oldindan biz yana uchrashamiz degan fikr berib turibdi. Shuning uchun da javob kechirasizlar. A javob idealniy emas. Ozgina xato bo'lgan. A javob idealniy emas. Do your best. Qo'lingdan kelgancha harakat qil degan javobim noto'g'ri. I like sleeping. Uxlashni yaxshi ko'raman. I do too. Men ham degan javobni bergan, ya'ni I hope degani men ham umid qilamanki sen bilan hali uchrashamiz degan javob to'g'ri. Keyingisi let's go for a walk in the park. Keling birga parkka aylanamiz deganida that's a good idea. Boya aytib o'tganimiz mana shu javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisi I haven't seen this movie before. Men bu kinoni hech ham ko'rmaganman. Neither have I. Men ham ko'rmaganman degan birikma hisoblanadi. I don't think so. Men unday deb o'ylamayman. I did to. Men ham bajardim o'tgan zamonda. Nice to meet you. Umuman boshqa frazalar hisoblanadi. Negativ bilan kimdir aytsa va unga siz ham qo'shilsangiz, men ham shuningman desangiz, neither have I birikmasi ishlatiladi. Keyingi savol 16. Demak, grammatikaga o'tdik. Last year degan tengini chizamiz. Can chiqib ketadi, chunki hozirgi zamonni bildiradi. Demak, qolgan javoblar qoladi. Mustn't ham chiqib ketadi, o'tgan zamonda ishlatilmaydi. Couldn't bilan didn't used to qoladi. But after some practice, do it perfectly now. Hozir men yaxshi bajaraman, ya'ni uddalamoq ma'nosindagi could, can, demak qila olmoq ma'nosida can. Shuning uchun bu javob to'g'ri bo'ladi. Da javobni uchun xato, chunki uddalamoq ma'nosindagi can, qila olmoq bu o'tgan zamonda ishlatiladi could. Couldni boshqa ma'nolari bor, hozir bu yerda u o'rinli emas. Demak javobimiz bu. 17-savol. I bought some great comic books during the trip. Men o'sha safarga chiqayotgan yigit haqida yo'lda men yaxshi komik kitoblarni sotib oldim. Juda qiziq ekan. Sen ham ulardan o'qib ko'rishing kerak. You should read them too. Sen ham ularni o'qib ko'rishing kerak degani it birlikda. To'g'ri javob them bo'ladi. They bo'lishi uchun bu subject pronoun, ya'ni gapni boshida they ishlatiladi. Gapni to'ldiruvchi bo'lib vazifasini desa they ishlatilmaydi. To'g'ri javob them. Theirdan keyin yana nimadir qo'shimcha bo'lishi kerak. Masalan, their cover, kitobni muqovalari degan gap bo'lganda navodir qo'yilishi kerak edi. Bu yerda hech narsa qo'yilmaydi. Shuning uchun them. Keyingisi, now we're going camping. Biza demak kempingga chiqyapmiz. Chodir, palatka qurib tog' bag'rina chiqish. I can't close my bag. Men sumkamni yopa olmayapman. Qaranglar, rasmda ham sumkasini yopa olmayapti. Chunki I packed a lot of warm clothes into it. Men juda ham ko'p issiq kiyimlarimni unga joylaganman degani because ishlatiladi. Chunki degan javob to'g'ri. I think I will miss the hotel. Menimcha hotelni sog'insam kerak, sog'inaman. Chunki the chef is very nice. Bizlar oshpaz juda ham yaxshi. U soat 7da har kuni every eveningni tengini chizamiz. Har kuni bajariladigan ish. She cooks dinner at 7 o'clock every evening. Har kuni 7da bizlar ovqat pishirib beradi. Demak, cooked o'tgan zamon, bizda hozir everyday time expression bor, shuning uchun bu chiqib ketadi. She'dan keyin s bo'lishi kerak edi. Bu yerda s yozilmagan, shuning uchun cooks chiqib ketadi. Cooking bu present continuous zamonda, undan oldin is ishlatilishi kerak va doimiy zamonni birikmasi bo'lishi kerak. Shuning uchun bu ham noto'g'ri.
Keyingisi I'm having a great time here. Vaqtimni juda ham chog' o'tkazyapman. This is demak qarang. I have ever had. Present perfectly birikmada. Hozirgacha bo'lganlarning ichida eng zo'r ta'til bo'ldi degan ma'no shu paytgacha bo'lganlar ichida bo'ladigan bo'lsa bizlarda superlativ, ya'ni orttirma daraja ishlatiladi. Better bu comparative solishtirish uchun, ya'ni o'tgan safargidan yaxshi deyish uchun ishlatiladi. Bizlarda hamma zamonkidan ham yaxshi ishlatilishi kerak. Best the bilan ishlatilishi kerak, article bilan bu ham chiqib ketadi. Endi to'g'ri javob qaysi? The most yoki the best holiday? Endi the most bo'ladigan bo'lsa, mostdan keyin odatda adjective ishlatish kerak. Masalan, the most dramatic, the most beautiful degan so'z kelaradi. The bestdan keyin esa izindan noun keladi, ot keladi. The best holiday degan javobimiz da javob to'g'ri. Tekstlar o'tamiz. Humanoids. Demak, humanoid robotlar haqida doğrudan doğru o'tib ketaveramiz. 21-savolda on, outside, in yoki near degan javoblar turibdi. Bular preposition of place, joyni predloglari. Today humanoids help people. Hospitallar, demak tenechamiz schools and offices. Yine shu joylarda humanoidlar yordam beradi deb turibdi. In degan javob to'g'ri keladi. Outside bo'ladigan bo'lsa, hospital, ya'ni klinika tashqarisida yordam berishini noto'g'ri bo'laradi. On ustida degan ma'noni bildiradi, yaqinda degan ham ma'noga ega emas. Keyingisi demak to be ni tuslanishini ko'rib turibmiz. Hozirgi zamonda ko'plik birlik, o'tgan zamonda ko'plik birlik. The first humanoid robots, birinchi humanoid robotlari. Birinchi degani bizda o'tgan zamon ekanligini bildiradi, ya'ni tarixda bo'lgan voqea. Robots ko'plik bo'lgani uchun s ni tegini chizsak, bizlarda o'tgan zamonda plural, ya'ni ko'plik zamoni kerak. Were very simple. Birinchi humanoid robotlar juda ham sodda bo'lgan. Davom etamiz. Keyingi savolimiz easy, slow, slower and slowly. In the early 2000s, some humanoids could walk. Demak, ba'zi bir, ya'ni 2000-yillarda ba'zilari yurib bilaradi degan, demak could degan modal fe'l, undan keyin yurmoq degan fe'l ishlatilib turibdi. Demak, fe'l bilan biz sifatni ishlata olmaymiz. Fe'l bilan ravish ishlatishimiz kerak, ya'ni adverb, adjektivlar javoblari xato. Slow adjective, slower qiyosiy adjective, comparative adjective bu ham chiqib ketadi. Slowly adverb. Demak, verb plus adverb degan birikmamiz ishlaydi. Keyin ba'zi bir o'ylashlari mumkin. Slower nimaga solishtirsa bo'linma, avvalgilar astroq yuradi deganda, unda more slowly degan birikma bo'lishi kerak edi. Adverb bilan taqqoslash shunday bo'ladi. Keyingisi many engineers work on these robots. Ushbu robotlar bilan ishladilar to make, demak robotlar haqida gaplar turibdi. Yaqinga o'xshash test ekan, to make them better bo'ladi. Keyingisi some of them can, demak ularning ba'zilari can different languages. Har xil tilda gaplasha oladi degan qobiliyatni bildirmoqchi. Candan keyin bizlara fe'lni birinchi shakli kelishi kerak. Can plus verbni birinchi shakli yoki infinitiv kelishi kerak edi. Bare infinitive. Demak, spoke o'tgan zamonda tuslangan fe'l kerak emas. Speak to'g'ri javob. Speaking bu davomiy zamon yoki verb ing gerundi hisoblanadi. Bizlara candan keyin esa speakni o'zi kerak fe'l bir. Candan keyin to ishlatilmaydi. Shuni bilan bir javobimiz to'g'ri bo'ldi. Keyingisi Leonardo da Vinci haqida tekst. Biza birinchi javobdan ketsak ham bo'ladi. As a child, Leonardo. As a child, demak bolalikda Leonardoning bolaligini ko'rishimiz kerak. Demak, boshida qayerda tug'ilganligi aytilgan, keyin child bolalik haqida bir ma'lumot bor ekan. He was a very clever child. Juda ham aqlli bola bo'lgan and loved many things. Juda ko'p narsani yaxshi ko'rgan. Like nature, masalan, tabiat, music and science. Ilm, tabiat va musiqani juda ham sevgan, yoshligida aqlli bo'lgan degan gap. Young man demak bu kishi, yosh, o'spirin vaqti degani. Buni e'tibor beramiz. Bir gapdan biz javob olishimiz kerak. Demak, bolaligida Leonardo hated music, musiqani nafratlanardi, yomon ko'rardi. Bu yoqtiradi teskarisi.
rich family, boy oiladan edi degan uni ma'lumot berilmagan. He was a very smart boy, juda ham aqlli bola bo'lgan degani siz javobimiz to'g'ri. Friends, do'stlar haqida ma'lumot yo'q. What did Leonardo draw in his notebooks? Demak, kalit so'z bizda notebooks. Notebooklarida u nimalarni chizgan degan savolga javob uchun izga qaytamiz. Um, He wrote his ideas in many notebooks and drew pictures of birds, plants, and even machines that could fly. Demak, u notebooklarini ham g'oyalarini yozib borgan, hamdasa birds, qushlar, o'simliklar va uchadigan mashinalarni rasmlarini chizib borgan. Flying machines, birds and plants degan javob to'g'ri. Odamlar rasmlari, oilasini rasmi va mashhur artistlar rasmi degan javoblar xato. Where is the Last Supper painted? Demak, Last Supper nomli asari qayerga chizilgan degan savol. Mana, the Last Supper on a large wall in a church. Church degani bu, demak, ibodatxona. D javobimiz to'g'ri. Maktab, uy yoki muzey emas. Why was Leonardo slow at painting? Nimaga u sekin chizar edi degan savol. He was very slow at painting deb turibdi because mana sababini topdik. He wanted everything to be perfect. Demak, u hamma narsani perfect degani mukammal degani, hamma narsa mukammal bo'lishini xohlagani uchun sekin chizgan ekan, qisqanib chizmagan ekan. Because he wanted all things to be ideal. Mana shu hamma narsa ideal bo'lishini xohlagan degan javobimiz to'g'ri. Because he was a young man. Demak, yosh bola bo'lgani uchun asta chizgan degan javob xato. Tak. Because he was often tired. Charchagani uchun sekin chizgan. Bu haqda ma'lumot yo'q. Because he was not good at painting. U chizishni yaxshi bilmas edi degan ham xato, chunki u eng buyuk artistlardan birisi hisoblanadi. Demak, javobimiz to'g'ri. Which of these is true about Leonardo? Quyidagilarning qaysi biri to'g'ri deb turibdi. Demak, Leonardoni oxiridagi gaplarini o'qiymiz. U nafaqat chizadi, balkim yaxshi inventor, ixtirochi and engineer, muhandis ham bo'lgan. He designed bridges, ko'priklarni loyihalagan, studied how the human body works, inson tanasi qanday ishlashini ham o'rgangan. He spent the last years of his life in France, where he died in 1519. U Fransiyada o'ldi, shu yerda oxirgi yillarini yashadi. Now hundreds of years later, yuzlab yillar keyin, hozirgi asrda, Leonardo is one of the most famous people in history. Tarixning eng mashhur insonlaridan birisi. Almost everyone in every country knows his name and his amazing work. Deyarli hamma mamlakatda uni biladi. Ya'ni butun dunyo uni yaxshi biladi va uni ishlarini ham yaxshi bilishadi degan. Leonardo haqida nobody knows his work today. Hech kim bilmaydi degan. Juda ham noto'g'ri. He only painted pictures. Bu xato, chunki u rasm chizishdan tashqari boshqa ishlar ham aytgan edi. Shuning uchun bu javob ketadi. He was an artist and an inventor. Yaxshi javob. U ham artist va kashfiyotchi, injener edi. Bu javobni saqlaymiz. He wasn't famous at all. U mashhur bo'lmagan. Bu ham xato. Keyingisi 3 dona tekst, 3 ta bola kempingga borgan. Kemping deganimiz bu, demak, shu chodirda sayohat qilish, lagerga borish, lager. Demak, who did not want to return home? Kim uyga qaytgisi kelmadi? Lolaning tekstini oxirina qarasangiz, at the end of the camp, I felt sad. Men juda xafa bo'ldim because I didn't want to go back home. Men uyga qaytishni xohlamadim. Didn't want to go back bilan return bilan go back ikkisi sinonim bo'ladi. Shuning uchun burada javob Lola. Boshqasidan uchun to'g'ri emas. Ular faqat yaxshi ko'rganini aytgan, lekin uyga qaytasim kelmadi degan gap faqat Lola aytgan. Who went swimming every morning? Har kun ertalab kim suzishga chiqdi? Manimcha bu Karim bo'lishi kerak. Hozir qaranglar. Every morning, har kun ertalab, we swam in the lake. Biz ko'lda suzdik, suvga tushdik degani Karim degan javob to'g'ri. Keyingisi, who walked in the woods and painted pictures? Kim? The woods degan birikma bu, demak, o'rmon, daraxtzor
va rasmlar chizdi. Lola bo'lsa kerak, hozir ko'ramiz. We walked through the forest. Erkin ertalab biza demak o'rmon ichida yurdik. Looked at different kinds of birds. The air was fresh and the views were beautiful. Juda chiroyli edi. In the afternoon we drew pictures of nature. Biza tabiat rasmlarini chizdik. Demak bu Lola. Whose tent was blown away by the strong wind. Kimning tent deganimiz ma'nosi chodir. Kimni chodiri kuchli shamol tufayli uchirib yuborilgan edi degan savol berilgan. Karimniki, Lolaniki, Boburniki, Karim va Lolalarniki degan javoblar berilgan ekan. Boburni tekstini o'qisangiz, bir kuni kechqurun deb turibdi. The weather suddenly changed. Birdan o'zgardi. And it became very windy. Judayam shamolli bo'ldi. Our tent even flew away. Bizni demak tent chodirimiz uchib ketdi deb turibdi. Demak bu Boburniki bo'ladi ekan. Who enjoyed the camp? Kim maza qildi kempdan? Safardan maza qildi. Qarang, Bobur aytib turibdi. It was an unforgettable experience. Judayam esda qolarli bo'ldi, unutilmas bo'ldi deb turibdi. I really loved my camp dedi Lola. Karim aytdi, oxirida men qaytasim kelmadi. I felt happy dedi. Demak, hammasi bo'lgan ta'tilidan rohatlangani uchun da javob to'g'ri. New York haqida gaplashamiz. Why did New York become most important in American life? Amerika hayotida New York nimaga muhim bo'ldi, muhim shtatga aylandi desa, best known for more 100 years was the main place. Qarang, New York was the main place, asosiy joy bo'ldi, where people entered the United States. Amerikaga kirib keladigan birinchi joyga aylanganda, asosiy joyga aylangan. Because of immigrants, business people, qarang kimlar kirib kelgan, immigrantlar, businessmenlar va turistlar all arrived there. Hamma shu yerga yig'ilgan. Because of this, shuni sababli, deb turibdi, shu bo'lgan hamma voqea sababli New York became very important in American life. Demak, hamma shu через New York orqali kirib kelgani uchun Amerikada juda mashhur va muhim ahamiyatga ega bo'lgan joyga aylanibdi. Demak, uzun bino bo'lgani uchun emas, birinchi bo'lib Amerikaga girib kelganlar bu yaxshi javob. It has the most museums in the country. Muzeylar haqida javob yo'q. Because of tourism. Endi to'g'risini aytsam, turizm faqat bir qismi bo'lib qolibdi. Lekin unda faqat turizm emas, biznes va immigrantlar ham boradi. Ko'p odamlar birinchi bo'lib shu yerga qadam qo'ygani uchun degan javobni qabul qilamiz bu javob. Today New York is a city with. Bugungi kunda New York qanaqa shahar? Mana sizlar today. Today it's a city with many different cultures. Shunaqa shaharki, u yerda ko'p madaniyatlar bor va traditions, an'analar bor. As well as being the biggest city in the United States. Deb turibdi. Demak, u yerda bugun ko'p millatli, ko'p madaniyatli joy ekan. Faqat Amerika madaniyati degan onlyni tegina chizsak, o'chirib tashlasak bo'ladi. Very few immigrants, demak immigrantlar haqida gap yo'q. Many different cultures degan javob to'g'ri. Ko'p madaniyatli joy va many stadiums haqida gap so'z yo'q. Many visitors come to New York because of degan, demak davomida o'qiymiz. Mana many visitors don't go even to a museum, they come for the midnight life. Demak, muzey tomosha qiladigan joy emas ekan New York. Bu yerda tungi hayot, diskotekalar, the music, qo'shiq, the theaters, teatr, and the tall buildings with great views. Mana shu narsalar uchun odamlar keladi ekan. It's nightlife, music and theaters. Mana shu javob yaxshi. Fermalar uchun emas. Beach, sohil aytilmagan, universitetlar aytilmagan. Shuning uchun javob to'g'ri. Hop, Statue of Liberty. Keyingi savolimiz. The Statue of Liberty was made in. Qayerda yasalgan edi? Amerikada, Angliyada, Manhattan'da, Fransiyada.
is a symbol of American freedom. Amerikani erkinligini, ozodlik haykali bu simvoli. It was actually made in Paris in France. U Fransiyada yasalib, Amerikaga sovg'a qilingan. Demak, u Parijda yasalgan ekan. To'g'ri javob Fransiya. The javob. Manhattan is degan oxirgi savolimizga yetib keldik. Manhattan bu nima yoki qayer? The oldest part of New York is Manhattan. Manhattan bu New Yorkning eski joyi, which is an island, bu orolcha. This part of the city is this part of the city with great skyscrapers. Skyscraper degani osmono'par binolar. Mana bu baland-baland binolar skyscraper deb aytamiz. Manhattan has some of the most famous streets in the world. Dunyoning eng mashhur ko'chalaridan ba'zilari shu yerda joylashgan, like Broadway, Wall Street and Times Square. Mana shu ko'chalar dunyoga juda ham mashhur ko'chalar ekan. Manhattan is the newest part. Bu teskarisi u oldest part edi, eslasangizlar. Kingston Island with famous streets and tall buildings. Mashhur ko'chalar va baland binolar. Boya skyscrapers dedik-ku, shuni javobi normalni, yaxshi. Small town near New York. Yo'q, bu New York ichida joylashgan. Very old city. Bu city shahar emas, balkim u bir joy, o'zi alohida shahar emas, balkim shaharning bir qismi deb qarasak bo'ladi. To'g'ri javob D. Shu bilan bugungi tahlilimiz tugadi. Hammangizga omad tilaymiz va yana sizlar bilan ko'p-ko'p qiziqarli ingliz tili testlarini tahlil qilamiz.